Assalomu alaykum, Qilichbek Chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka ishqibozlar, bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tumanidagi Xonobod qishlog'idan bo'g'oz sigirlar, Marhamat mol bozoridan bo'g'oz sigirlarimizni obzor qilamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, bittadan like bosib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Jigarlar, birinchi molimiz sizlarga jigarlar. Ikkovi ham birinchidan tug'ar ekan. 8 oylik to'lib 10 kun qolib tug'ishiga. Jigarlar 40 million so'mdan baho aytilyapti ekan. Men o'zim olmay qo'yavering, nomerini aytaman, bugun sotilib ketadi dedi. Jigarlar ikkovi molimiz 40 million so'mdan kami bor ekan. Qiziq bo'lganlarga Marhamat mol bozoriga kelaverasizlar, xudo xohlasa. Jigarlar, navbatdagi mollarimizni obzor qilamiz. Voy aka, nech pul ekanmi? Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz nechinchisini tug'adi? 4-chisini, o'ta tafaloq mol ekan. Jigarlar, lekin mana shu molimiz 35 million so'm kami bor ekan. Molimiz lekin o'ta seryoz ekan. Bu necha pul ekan? Necha oylik? Necha oylik ekan bu? 15 kunlik bor ekan. Jigarlar, nechinchisini tug'adi? 4-chisini tug'ar ekan. Jigarlar, shoxiga qarab aytib qo'yamiz molimizni mana. O'ta seryoz mollar ekan jigarlar. Bozorga xudo xolasa, mol bozorimizdan narxlar ichida ko'tarilib bo'libdi jigarlar. Ashlar e'tiborni olib kelaverasizlar. Boyaga necha oylik ekan bu? Necha pulga bermadingiz? 24 ga bermabdi jigarlar. Nechinchisini tug'adi bu? Nechinchisini tug'adi aka? Ikkinchisini tug'ar ekan, hali unasini ekan, kelajak oldinda ekan. Xo'p. Necha pulga bermaylar aka buni? Necha pulga bermaysiz boshlig'a buni? 33. Necha oylik? 5 oydan o'tgan. Nechinchisini tug'adi? 3-chisini tug'ar ekan. Jigarlar, mana ko'ryapsizlar. Orqa oldi keyin rasam mol qiladigan mol ekan lekin jigarlar. Avasoni necha pulga bermadingiz? 33 ga. Necha oylik aka? Arzonchi tog'am degan. 8 oydan o'tgan. Nechinchisini tug'adi bu? 3-chisini. Pulichi? 40 million so'm kami bor jigarlar mana. Mana shu molimiz o'ta yuvosh ekan mol bor. Eston variantdan so'raganlar. Aka necha pulga bermadingiz buni? Necha oylik? 8 oydan o'tgan 31,5 million so'mga berilmayapti ekan jigarlar mana. Mashaqdan olayda mana shu qorong yorug' tushib qolyapti. Mol lekin go'zal ekan, xudo xolasa. Jigarlar yaltirab turibdi. Nechinchisini tug'adi dedingiz? Nechinchisini tug'adi? Ikkinchisini tug'ar ekan jigarlar. Necha pulga bermaysiz aka buni? 21. Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz, 5 ta suti bor ekan. Nechinchisini tug'adi? 5-chisini tug'ar ekan jigarlar mana. Molimiz. Xudo xolasa, yemoq ichmoq sog'likdan javob beradi. Jigarlar, davom etamiz. Sizlarga arzon bo'g'ozlarni obzor qilishda davom etamiz jigarlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boyaga necha oylik ekan bu? 9 oylik. Necha pulga bermadingiz? Necha pul baho aytdingiz? 30 million so'm baho aytilyapti. Ikkinchisini tug'ar ekan, ha? Ikkinchisini tug'ar ekan jigarlar, mana 30 million so'm baho aytilyapti. Aytilgan baho muhim emas, kelib savdo qilib olaverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Necha oylik ekan aka bu? 6 oylik. Necha pulga bermadingiz? Necha pulga bermadingiz? Necha pul baho aytdingiz? 30 million. 6 oylik bo'g'oz. Ikkinchisini tug'adimi? Bo'l to'shning bilinmas ekan. Jigarlar, omon orqa oldigan chiroyli mol ekan. Bo'g'ozni video qilyapman-da. Boyaga necha pulga bermadingiz buni? 23 ga bermadingiz. Necha oylik? 6 oydan o'tgan ikkinchisini tug'adi ekan. Jigarlar mana. Bo'g'ozmi bu ham? Necha oylik? 1 oylik bo'g'oz. Yeta qochib qolgan ekan jigarlar. Necha pulga bermaylar buni? 12 ga bermaylar jigarlar mana. Xo'p. Boyaga necha oylik ekan bu? 6 oy. Necha pulga bermadingiz? 18 million qilishyapti. Ikkinchisini tug'adimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar, 18 million so'mga berilmayapti ekan. Mashi bo'g'oz molimiz jigarlar. Boyaga bo'g'ozmi bu ham? Bo'g'ozmi? Necha oylik? Necha pulga bermadingiz buni? 11 million 500 ming so'mga mol berilmayapti ekan jigarlar mana. Mol qimmat deysizlar. Bozorda jigarlar arzon mollar ham seroq, xudo xolasa.
kelaverasizlar marhamat mol bozorimizga mana. O'zingizlar ko'rib turgan mollarlar, xudo xolasa savdolar avjida bo'lyapti jigarlar. Bo'g'oz mollarni video qilishda davom etamiz. Hoji aka necha oylik ekan bu? 4 oylik necha pulga bermadingiz? 25 million kami bor ekan. Ikkinchisini tug'ani, uchinchisinimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar mana shu molimiz, xudo xolasa mana. Ketdi. Sizlarga Hoji bobo necha oylik ekan bu? Necha oylik? Necha pulga bermadingiz? Assalomu alaykum. 15 million so'mga berilmayapti ekan jigarlar. Birinchisini tug'adi. Bo'ldi jigarlar. 15 million so'm berilmayapti. Jigarlar navbatdagi bo'g'ozimiz. Zaton necha pulga bermadingiz buni? Necha pulga bermadingiz? 15 million 500 qilar. Necha oylik? Bo'g'oz qisiran jigarlar, qisirga o'tib ketdi. 15 million 500 so'mga berilmayapti ekan mana. Sekin bo'g'ozlarga qaytaveramiz endi jigarlar. Chorvaga necha oylik bu? Xudo xolasa 8-oyga o'tdi, 7 oy turdi. Bola teyaptimi? Hozir dofoli. Gapiryapti. Necha pul ekan bu? 18 million berishyapti, 20 kam bor deyapmiz yani. 18 million berishyapti, 20 million. Bu taylarni qara, yelin so'rab. Kami bor ekan. Oq yelin, oq tumshu jigarlar. Mana o'zim yo'ldan mol qilaman degan obunachilar bizga. Bir siqim joyi qoldi. Boyaga necha pul bermadingiz buni? Buni 18 millionga savdo qilishyapti. Necha oy? 6 oylik birinchisiga, jigarlar, ikki molimizdan birinchisiga ekan, xudo xolasa mana 6 oylik ekan. Marhamat mol bozoriga kelaverasizlar, xudo xolasa. Mana. Aka necha oylikdan ekan bular? 8 necha puldan bermadingiz? Jupini 50 million, 25 milliondan bergan. Birinchisini tug'ar ekan ikkovi ham, birinchisini. Birinchisini tug'ar ekan. Jigarlar ikkovi ham o'ta tapaliq, yaxshi mollar ekan, xudo xolasa. Uyni ustiga to'ldiradigan mol bo'ladigan jigarlar mana olib qo'la vaqtim shu. Nargisi ham o'ta seryoz mol ekan jigarlar mana. Ko'rib turgan molinglar. Aka necha pul bermadingiz buni? Necha pul? 20 million 500 so'm. Necha oylik? Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz ekan jigarlar. Va necha pulga bermaylar buni? 27 ga necha oylik? 6 oylik suti ham bor ekan, ha? Bir bag'risi bor ekan jigarlar mana. Kelaverasizlar marhamat mol bozoriga. Necha pulga bermaylar buni? 25 so'rashyapti. Necha oylik? 7 oylik 3 litr sut bor 25 ga. Ikkinchisiga tug'ar ekan, xudo xolasa. Birinchisimi? Ikkinchisini tug'ar ekan. Jigarlar mana mana ko'rib turgan, xudo xolasa molinglar. Boyaga necha pulga bermadingiz buni? Necha pulga bermadingiz buni? Aka 26 millionga berdi. 26 million 500 ming so'mga beriladi. Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz ikkinchisiga. Xudo xolasa ikkinchisiga bo'g'oz ekan jigarlar. Bizning chorva. Jigarlar, shuning bilan efirlarimizni, videolarimizni yakunlaymiz. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Sizlar bilan buqalarni videolar olishga ketamiz jigarlar. Mashhur oldi ham savdo ko'rib qo'y. Boyaga necha oylik ekan bu? Necha pul bermadingiz? Necha pul? 30 million so'mga 5 oylik. Birinchisigami? Birinchisiga bo'g'oz ekan. Jigarlar mashhur olinib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan bizning Chorva YouTube kanali bo'ldi.